Ota-onalarning qiladigan eng katta xatosi nimada? 1 yoshda agar bola hikoyat bermasa, she'rlarni yodlashga qiynalsa, aql zaif. Ishonishmaydi, o'zligini ayblashadi. Qachon siz menga natijani qilib bera olasiz? Jon berib ishlayapmiz, natijani sezmaymiz. Chunki ota-ona sezishmaydi, e'tibor berishmaydi. Analiz qanaqa qiladi bola? Bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda emas. Bu bolaga aql zaif yozib olishdi. Adaptiv programma bormi shu bola uchun? Bolasi rivojlanishdan orqada qolayotgan va shu narsani qabul qila olmayotgan ota-onalarga nima degan bo'lardingiz? Assalomu alaykum azizlar. Men Jora Akbarova, Thompsonland bog'chasi mudirasiman va bugun podkastimizning 2-soni. Bu podkastimizning mavzusi juda ham dolzarb, ZPR va ZRR, ya'ni rivojlanishdagi kechikishlar. Bu mavzuni yoritishga bugun bizga maxsus pedagog, logoped O'zbekiston asoschisi Sabina Fattaxovna mehmon bo'lib kelganlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat kattakon. Sabina, ZPR va ZRR tushunchalari nima va u bir-biridan nimasiga farq qiladi? Интересно, ЗРР bu tashxis. На самом деле ЗРР задержка речевого развития. Bu belgisi. Misol uchun mana sizda tomog'ingiz og'riyapti yoki boshingiz og'riyapti. Bu nima? Bu tashxismi? Yo, bu simptom belgisi, to'g'rimi? Siz pediatrga yoki tavba qilmang, endi iloyim shunaqa bo'lmasin. Siz bolangizni yoki kimdir bolasini pediatrga, vrachga borganda, "Meni bolamda tomog'i og'riyapti" va bu pediatr vrach tekshirganda bolani yozadi. Bolada tashxis strochkasiga bolada bosh og'riyapti. Sizga shu bir narsa beradimi? Shu belgisi yo'q, to'g'rimi? Agar bola gapirmasa, agar bolada qanaqa tushunish bilan muammosi bo'lsa, biz o'zimiz bolamiz, meni bolamda задержка речи, речевого развития, da? Bolam gapirmayapti, задержкасы bor. Siz nevropatolog yoki tam defektolog, logoped, maxsus pedagogga borganingizda unda nima xohlaysiz? Aniqligini bilsin, xulosa chiqarsin. Da vrach tashxis qo'yadi, biz pedagog, biz tashxis qo'ymaymiz, biz xulosa chiqaramiz. Va albatta tashxis birinchi o'rin bo'lishi kerak va siz bolangiz nevropatologga borganingizda yoki tam bola gapirmasa, audiologga balkim olib borasiz yoki psixonevrologga olib borasiz va ulardan tashxis olasiz. Tashxis qanaqa bo'lishi mumkin? Intellektual tarafdan, audiologik tarafdan-da yoki e'tibor, diqqat, SDVG, то есть markaziy asab tizimida muammosi bor. Межмозговая минимальная дисфункция-da shu hammasida задержка речевого развития bo'lishi mumkin, to'g'rimi? No aniqligini, tashxis qanaqaligini sizga vrach yozadi. Va ZRR vrach yozsa, bu noto'g'ri, chunki bu prosta oddiy belgisi. ZPR ZPR bu уже задержка психоречевого развития, то есть boladan nutqdan tashqari psixik funksiyalardan muammo bor. Ilgari MKB-10 bo'yicha международная klassifikatsiya болезней 10. Bizani O'zbekistonimizda hali ham MKB-10 bo'yicha nizom bo'yicha biz ishlaymiz. Yevropada, Amerikada уже MKB-11 chiqqan edi. Shu MKB-11 bo'yicha ZPR yoki ZPR задержка психоречевого развития yoki задержка психического развития. Shunaqa tashxis yo'q, chunki bu pogranичная zona hisoblanadi. То есть bolada agar misol uchun 5 yoshga yaqin nutqdan tashqari bola gapirmayapti, undan tashqari bolada e'tibor, diqqat bilan muammosi bor, harakatda muammosi bor, motorikasida muammosi bor bo'lsa, ko'nikmalar rivojlamagan, то есть hali ham pampersda. Balkim da shu bolaga psixonevrolog, chunki задержка психического развития, bu уже shu psixического уже biz tushunamiz, то что bu defektolog yozmaydi shunaqa xulosa yoki nevropatolog ham yozish kerak emas, то есть psixonevrolog 5 yoshdan keyin уже даже 5 yoshdan emas, 3 yoshdan keyin уже psixonevrolog ham biz yuboramiz bolajonlarimizni va psixonevrolog ZPR qo'ysa, bola gapirmasa, tushunmasa, mana shu psixik funksiyalarda muammo bo'lsa, biz albatta shu bola bilan ishlaymiz, no balkim agar vaqtida 5 yoshda emas, biz voqliroq shu bola bilan ishlaganimizda balkim shu holatdan bola chiqadi. Agar shu holat 5 yoshda hali ham bor, balkim уже intellektualная недостаточность, shunaqa hozir aytishadi, MKB-11 bo'yicha ilgari aql zaif bo'lgan edi, shunaqa tashxis. Hozir shu aql zaif ham biz aytmaymiz, endi psixonevrolog yozadi, intellektual tarafdan muammosi bor, pasaygan intellekt. Va albatta agar biz vaqtida shunaqa bolajon bilan ishlamaganimizda shu ZPR intellektual pasaygan tashxisga o'tadi.
O'zi nima sababdan ba'zi bolalarda rivojlanishda kechikish paydo bo'ladi? Bu tug'ma bo'ladimi yoki keyinchalik orttiriladimi? Qarang, ZRR biz shu belgisini olamizda. Qachon shu ZRR biz xulosa chiqaramiz yoki yozamizda. Endi biz pedagoglar shunaqa yoza olamiz, chunki biz tashxis qo'ymaymiz-ku. Agar bola 1 yilgacha kech qolsa, uni rivojlanish nutqdan, mana shu butun psixik funksiyalardan, diqqat xotirasi, motorikasidan biz ZRR yoza olamiz. То есть ZRR bu pedagogik muammo. То есть 1 yilgacha zadержкасы bo'lsa, bu balkim SPZ, soцспецзапущенность, uyda ikkita til, giperopeka, то есть bola erkatoy motivatsiya, men boya aytuvdim-da sizlarga birinchi podkastda biz aytgandik. Yoki nutq negativizm, то есть bola xohlamayapti, xarakter adasiga o'xshaydi. Endi 1 yilgacha zadержкасы bo'lsa, shunaqa ayta olamiz. Agar 2 yil, 3 yil zadержкасы bo'lsa, уже adasiga o'xshagan, shunaqa gapirmayapti, mani bolam ertaga gapirib chiqadi. Конечно же, shunaqa biz o'tirib kutmaymiz. O'sha uchun ZRR 1 yilgacha pedagogik muammo bo'lsa, agar undan oshsa, misol uchun 1 yil emas, 2 yil zadержкасы, 3 yil zadержкасы bo'lsa, bu уже qanaqadir miyada disfunksiyasi bor. Agar 3 yildan oshiq zadержкасы bo'lsa, 3 yil, 4 yil, bu уже ZPRR deb biz как бы xulosa chiqara olamiz. То есть psixoneurolog shunaqa yozadi. Agar 5 yil, 6 yil, 5 yildan oshiq zadержкасы bo'lsa, bu уже aql zaif. Hozir endi aql zaif emas, intellektualno недостаточность deb aytiladi. Va endi qaranglar, hisoblasanglar bo'ladi. Bizga juda ko'p onalar kelishadi. Meni bolam 5 yosh, meni bolam hammasini tushunadi, faqat gapirmaydi. Qachon bo'lsa bola tushunadi instruksiyani, qachon qaysi yoshda? 1 yoshda, to'g'rimi? O'sha ko'zini ko'rsat, burnini ko'rsat, 1 yoshda bola shuni tushunadi. 5 yosh bola gapirmasa, faqat tushunsa, to есть endi oddiy narsani tushunsa, buni ko'rsat, buni olib kel, shuni olib kel, necha zadержкасы? 4 yil. To есть meni bolam hammasini tushunadi 5 yoshda, faqat gapirmaydi, bu noto'g'ri. Chunki o'zini yoshda, har bitta yoshda o'zini tushunish bor. То есть bola 5 yoshda hammasi tushunsa, agar biz savol beramiz. Hozir qanaqa fasl? Hozir qanaqa kun? Nimaga hozir kuzda sovuq bo'ladi, salqin bo'ladi? Nimaga yozda issiq bo'ladi? Shunaqa savolga bola javob bera oladimi? Yo'q, chunki nutqi yo'q. Albatta, уже 1 yil zadержкасы emas. 1 yildan oshganmi? Oshgan. Даже 2 yil emas. 3 yil emas, balkim 3 yildan oshgan bo'lsa, balkim shu bolada zadержка psixического развития yoki psixorечевого развития bo'lishi mumkin. Biz 5 yoshga kutmaymiz, keyin уже kech bo'lib qolishi mumkin, to'g'rimi? Biz уже 1 yoshdan 1,5 yoshda уже e'tibor beramiz. Bolada shu rivojlanishdan orqada qolayotganligini ota-onalar qaysi belgilar orqali bilsa bo'ladi? 1 yoshda men уже тоже по-моему aytgandim. 1 yoshda agar bola ko'ziga qaramasa, instruksiyani bajarmasa, ismiga e'tibor bermasa, ko'nikmalar rivojlanmagan bo'lsa, nima bu ko'nikmalar? То есть 1 yoshda men har doim savol ota-onalarga aytaman. Bola pampersdami? Ha, pampersda. Xo'p, pampersda balkim onalar o'rganmaganda, endi ertaga shunaqa pampersda qolib ketgan 1 yo 2 yosh bola. No, menga birinchi asosiy narsa nima qiziq bo'lishi kerak? Pampersda kaka qilsa, lani siganda, bola hammasi quruq, to'g'rimi? Kaka qilsa, bola injilik qiladimi? Shu payt ota-onasi aytsa, yo'q, injilik qilmaydi, yuraveradi. Men faqat o'zim hidi bilan tushunaman, shu bola, meni bolam kaka qilgan. Значит, shu bolada o'zini shu bola o'zini his qilmaydi. Уже bu ham belgisi. Bunga ham e'tibor berish kerak. Ovqat yemoqchi bo'lsa, qanaqadir injilik qiladimi? 1 yoshdan oshiq, to есть 1 yosh bolada yoki 2 yosh bola. Yo'q, faqat yig'laydi. To есть ko'rsatqich barmoqni ishlatmaydi yoki ko'pchilik aytadi, meni qo'limni tortib oshxonaga olib boradi. Bu ham noto'g'ri, chunki bola o'zini his qilgan bola o'zi ko'rsatadi. Tam qornim och bo'lsa, bir narsa taqlidni ishlatadi. Nyam yoki non bu oson so'z, to'g'rimi? Da, bu eng asosiy narsa va emotsiya taraflardan. Ota onasini ko'rib men savol beraman. Sizni ko'rib xursand bo'ladimi? To'g'risi aytsam, autistiskiy spektr bizda shu yo'nalishga qaraganimizda, men bormanmi, yo'qman, men ketdim, kirdim, umuman menga e'tibor yo'q. O'zini mashinkasi yoki qanaqa koptosi qo'lida bo'lsa, shu bilan kun bo'yicha o'ynaydi. Qanaqadir vokalizatsiya bor yoki misol uchun bola bitta harakatni qiladi, alanu harakat yoki bitta mana kubiklarni bitta ryadga qo'yadi-da, bu тоже belgili hisoblanadi.
va biz kutmaymiz, qaramaymiz, adasiga o'xshagan bu kubiklarni yaxshi ko'radi bolam, просто uyalchi yo'q. Biz уже e'tibor berib va maxsus pedagoglarga, mutaxassislarga olib boramiz. 5 yoshli bola hikoyat bermasa, she'rlarni yodlashga qiynalsa, talaffuzda muammo bo'lsa, chunki 5 yosh o'zini kamchiligi bo'lishi kerak-da. Bu ham уже звоночки. A если bola 5 yoshda gapirmasa, уже chopinglar, harakat qil, chunki sizda vaqt уже kam. То есть imla kam nima uchun? Normaga chiqishga kam vaqt qoldi. Demak, bu narsa bolada rivojlanish, orqada qolish qancha voqli aniqlansa, bolada normaga yetib olishga imkoniyat kattaroq bo'ladi. To'g'rimi? Конечно, mana siz misol uchun mana shu gulni bir oy suv sepmasangiz-da, chiqasi yo'q, tipa hozir vaqtim yo'q, ertaga. Ertaga sarg'ayib keladi-ku 2-3 ta barglar, to'g'rimi? 2-3 ta barglar sarg'aygandan keyin siz mayli ertagani hozir vaqtim yo'q, suv yonida yo'q, nimadir sabab topib, yana bir oy suv sepmasangiz, balkim уже butun hamma barglar sarg'ayib ketsa, balkim уже ildizi nima bo'ldi? Уже o'lgan. Уже kech qoldingizmi? Kech qoldingiz. Bitta qanaqa barg sarg'aygan bo'lsa, biz уже nima qilishimiz kerak? Mutaxassislarga murojaat qilishimiz kerak. Ota-onalar uyda bolasini povideniyasini ko'rib, o'zi mustaqil zipir, zirir yoki shunga o'xshagan tashxislarni qo'ya oladimi yoki обязательно mutaxassisga murojaat qilib tasdiqlatish kerakmi? Да, to'g'ri. Zirir опять sizga aytaman, что bu tashxis emas, bu belgisi va bu belgisini onasi o'zi sezish kerak. O'qib, har taraflarda saytlarga kirib, to'g'rimi? Va ZPR, aniqligini, ZPR yoki zirir belgisi bormi-da, bu faqat mutaxassis aniqligini bilib oladi. Tekshirgandan keyin, diagnostikadan o'tgandan keyin, kerak bo'lsa EEG yuboradi, kerak bo'lsa logopedga, defektolog, maxsus pedagogga yuboradi, neyropsixolog yuboradi. Sensorniy integratsiya bo'yicha terapevtlar bor hozir, juda ko'p bolajonlar bor sensor buzilish bilan. Agar eshitgan bo'lsangiz, sensor buzilish bu bola ovqat yemaydi, tanlaydi. Faqat hozir juda ko'p shunaqa bolajonlar faqat kartoshka fri, tam misol chipsi, blinchiki bo'ldi. Ratsion juda non bo'ldi. Shunaqa bolajonlar bor. Kimdir misol uchun sensor buzilish, tepaga chiqishga qo'rqadi, o'zi harakatdan qo'rqish bor, isterika bor, o'zini teshishga ham xohlamaydi-da, yechadi, yalang'och bo'lib yurishadi. Bu sensor buzilish bolajonida ham bor-da. Autizm boladan tashqari hozir sog'lom bolajonda ham shunaqa holat bo'lishi mumkin. Va albatta vaqtida mutaxassislarga borib, tekshirib, это комплексная диагностика. То есть nevropatolog, psixonevrolog, обязательно audiolog. Chunki hozir juda ko'p bolajonlar, zaif eshituvchilar bor. Vaqtida shuni bilmasdan biz даже pedagoglar ishlaymiz. Onasi yo'q, bizga audiolog kerak emas. Meni bolam eshitadi hammasi. Zaif eshituvchi 4-daraja eshitmaydi. 1-daraja eshitadi-ku, faqat yaxshi emas. Shu bolajonida ham muammo bo'ladi, nutqda, talaffuzda. Biz jon berib ishlayapmiz, natijani sezmaymiz. Chunki bolada imенно shu diapazon chistoti yaxshi ishlamayapti, yaxshi qabul qilmayapti. Bizani korreksion ishda natijasini biz sezmaymiz. Audiologga borib, mani tajribamda shunaqa bo'lgan. Audiologdan borgandan keyin zaif eshituvchi 1-2-daraja. Keyin apparat qo'ygandan keyin natija zo'r bo'ldi. Конечно, уже bu patologiya hisoblanadi, но уже bolani qabul qilganimizdan keyin biz уже to'g'ri yo'lni bilib olib ishlaymiz shu bolajonlar bilan. Ota-onalar bolasida shu rivojlanishdan orqada qolish birinchi belgilarini sezdi. Ya'ni bola ko'rsatkich barmog'ini ishlatmayapti, otiga reaksiya qilmayapti. Nima qilish kerak? Kimga birinchi bo'lib murojaat qilish kerak? Defektologgami, nevropatologgami, psixologgami? Birinchi o'rin nevropatologga borish kerak, chunki bu baribir vrach. Belgilari bormi, yo'qmi? Bu pedagogik muammo yoki bu klinikami-da aniqligini bilib olish mumkin. Bu kompleks kerak bo'lsa под вопросом yozadi va logoped defektolog maxsus pedagog yuboradi. Men misol uchun o'zim tarafimda tekshiraman bolajonlarni, chunki to'g'risi aytsam nevropatolog imенно ko'pchilik bolajonlar qo'rqishadi vrachni ko'rib va o'zini ko'rsatishmaydi. Поэтому yaxshi professional nevropatolog kerak bo'lsa
belgilarni yozadi va под вопросом bizga yuboradi. Bizga bu ham yetadi. То есть nevropatolog vazifasi anamnez tekshirishni, misol qanaqa tug'ilgan payti nima bo'lgan muammo, homilador payti qanaqa muammo bo'lgan. Biza o'sha xulosa chuqurroq yoza olamiz va xarakteristikani yoza olamiz. Chuqurroq va xulosa chiqara olamiz. Chunki nevropatolog ularning xulosasi, bizning xulosalarimiz, audiolog kerak bo'lsa psixonevrolog birga kompleks уже aniqligini qanaqa tashxis bo'ladi biz bilib olamiz. Это называется tibbiy psixologik pedagogik komissiya. Sabina opa, qaysi omillar ko'proq o'sha ZPR, ZRRga olib keladi? Bu homiladorlik davrimi, stressmi, tug'ruqdagi qanaqadir holatlarmi? Nima bo'lishi mumkin? Именно ZRR yana qaytaraman, bu pedagogik muammo bo'lishi mumkin-da, это общее понятие, да, задержка речевого развития belgisi. ZPR esa, misol uchun, bu уже psixik funksiyalar yaxshi ishlamayapti, rivojlanmayapti. Bu sabablari yana qaytaraman, har xil bo'lishi mumkin. No, bu pedagogik emas. Bu уже klinika, уже miyada organikasi bor. Поэтому organikasi qayerdan bo'lishi mumkin? Gipoksiya, asfiksiya bo'lishi mumkin. Stresslar ham olib kelishi mumkin shunaqa holatga. Раннее развитие, то есть 3 yoshgacha qanaqa bola rivojlangan, qanaqa kasallik bo'lgan, narkoz olganmi, yo'qmi, epilepsiya bo'lganmi, yo'qmi, ko'p kasal bo'lganmi, yo'qmi. Misol uchun meni bolamda, o'g'limda судорожный очаг bo'lgan edi. Isitmasi payti судороги bo'lgan edi. Конечно же, har bitta судороги miyada kletkalar o'ladi. Yana endi 3 yoshgacha xudoga shu bilan ishlagandik, lecheniya qilgandik. Lecheniya tashqari mashg'ulotlarga ham olib borganman, chunki уже men sezganman откатlarni. Har bitta isitmasi chiqqandan судороги bo'lganda, keyingi sekund bolamda откат. Уже bolam ko'p narsani bilmaydi, e'tibor xotirasi yaxshi ishlamagandi. Bir narsa aytsam, 5 sekunddan keyin so'rasam, menga qarab o'tiradi. Bu ranglar bilan muammo bo'lgandi. Bu qanaqa rang? Yashil aytsam, qanaqa rang? Menga qarayapti. Yashil qaytaryapti. Просто boshqa narsaga qarab turibman. Qarachi, unda mushu bor. Yana shunga urg'u bersam, qanaqa rang edi? Yana bilmayapti meni o'g'lim. И, конечно же, birinchi mana hozir men faqat korreksion ishga urg'u berganimda, lecheniya olmaganimda natija bo'lgandimi? Yo'q. Конечно же, epistatus, судорожный очаг bo'lsa yoki qanaqadir disfunksiya miyada bo'lsa, birga ishlaganimizda va uyda imенно ota-onalar bizga yordam berganimizda tezroq shu holatda chiqardik. Hozir mana откат haqida gapirdingiz. Men shunaqa holatlarni ko'rganman. Bola ma'lum bir yoshgacha, 3-4 yoshgacha zo'r rivojlanib kelgan, nutq tomondan ham, aqliy tomondan ham yaxshi rivojlanib kelganda, nimadir moment bo'lgan, резко gapirmay qo'ygan masalan yoki qanaqadir уже problemalar paydo bo'lib, bola orqaga ketishni boshlagan. Ularga nima sabab bo'lishi mumkin? Bu в основном siz hozir shu autический spektr to'g'risida aytyapsiz, naверное. Chunki 3 yoshda emas, 1,5 yoshda, 2 yoshgacha zo'r meni bolam уже gapirishni boshlagan edi, gapirmagan. Boshlagan edi, tam meni prям то есть именно ko'ziga qaraganida, ismiga e'tibor bergan, shunaqa emotsiyalar, muloqot ham bo'lgan edi. То есть meni ko'rib ladushki ham qaytarardi, imitatsiya bo'lgan edi. И вот biz прививка oldik, meni bolam gapirmay qo'ydi. Yoki biz kasal bo'lib qoldik, meni bolam gapirmay qo'ydi. Yoki yana qanaqa sabab o'zlari даже topishadi. O'zlari sizga aytishadi. Mana tam kimdir qo'rqdi, kasal bo'lib qolishdi, biz uyda o'tirdik, telefon gadjet berganman, tam yoki buvisiga tashab qo'ydi, mana qaynam shunaqa telefon berib, shunaqa holatga tushdi meni bolam. Atak meni bolam aqlli, ну вот hozir gapirmay qo'ydi, уже chiqqandi nutq. To'g'risi aytsam, уже ichida bo'lgan shu bolada shunaqa holat. Просто qaysidir vaqtda shu chiqdi. Tushundingizmi? Qaysidir vaqtda emas, 1,5 yoshda belgilari bo'lgandi. Просто shu belgilarini ko'pchilik ota-ona sezishmaydi, e'tibor berishmaydi. Da, balkim bola ko'ziga qaraganida, balkim no, mana shu telefon gadjet bu sababchi emas, bu как бы толчок berishganda, и откат berdi. Un bo'lmasa boshqa narsa baribir ertaga shu holatga tushardi. Chunki уже autizm spektr ichida tug'ilgan edi shu bilan. Tushundingizmi? Chunki autizm spektri shunaqa o'zi paydo bo'lmaydi. Вот само по manda yo'qida bo'lgan bo'ladi, толчок bilan bu rivojlanib ketadi. Это как zaikание, duduklanish, agar siz eshitgan bo'lsangiz, то есть meni bolam anu qo'shni baqirgan, и meni bolam duduklanib ketdi. То есть da уже hozir tutulanib gapiryapti. Har kunda kimdir bizga baqiradi. Но почему-то вот anu bola misol uchun Diyorbek
unga ham baqirgan shu qushni yoki kuchuk volaganda shu Diyorbek shu normalda, то есть qanaqa duduqlanish tashxis paydo bo'lmadi. A вот Malikaxonda shunaqa tashxis bo'ldi. Chunki Malikaxonda potensial bo'lganda, ichida уже bo'lganda shu yoki genetik faktor yoki shunaqa holatga уже tug'ilgan ichida homilador payti shunaqa holatga tushganda, это как mutatsiya называется. Autizm genetik mutatsiya, не genetik даже, ekologik balkim. Hali ham aniqligini hech kim sizga точно aytmaydi. Shunaqa bolalar bilan sizlar qanaqa korreksionniy ishlar olib borasizlar? Autizm spektri bolajonlarimiz bilan agar bola именно shu atkat bo'lganida yoki уже shunaqa holat bilan boshida kelganda ZPR yoki autizm, biz birinchi bolani hammaga men tavsiya beraman, bolani nevropatologga olib borasiz, psixoneurolog vrachlarga, keyin defektolog, logoped, maxsus pedagoglarga olib borib kompleks ishlaganimizda bizani vazifamiz это diagnostikadan keyin agar boladan diqqatdan, xotirasidan tashqari, nutqdan tashqari tushunishda muammosi bo'lsa, sensor buzilish bo'lsa, ko'nikmalar rivojlanmagan bo'lsa, biz ketma-ket birinchi nima qilish kerak? То есть birinchi sensor-motorniy развитиеda sensor-motor rivojlanish, motorikasini, diqqat xotirasini, keyin уже nutqqa ham chiqamiz. Kelamiz. Shunda ko'nikmalar ham bor. То есть agar bola pampersda bo'lsa, agar bola ovqat o'zi yemasa, qoshini ushamasa, biz nutqni chiqara olmaymiz. Tushundingizmi? O'zini his qilmasa, birinchi shu ko'nikmalarni rivojlantiramiz, pampersda chiqaramiz, stakanchikdan suv ichishni o'rgatamiz. Chunki ko'pchilik hozir bolajonlar butilchkadan ichadi. Hali ham tam 4-5 yoshda. Da, bu ko'nikmalar, funksional ko'nikmalar. То есть bola o'zini как бы xizmat хотя бы elementarni yechishni o'rgatamiz. Kiyinishni, kiyim-kechalarni o'rgatamiz. Qo'lini yuvishni o'rgatamiz. Bu hammasi markazimizda yoki bog'chada sizlar ham shunaqa sharoit qilib bersanglar va sizlarni mutaxassis shunga o'rgatsa, ertaginingga agar bola o'zini his qilsa, уже nutq o'zidan chiqadi. То есть e'tiborli bo'lsa, emotsiya, muloqot, ko'nikmalar, motor reja, sensomotor reja, sensomotor rivojlanish, sensor buzilish bo'lmasa, то есть har bitta analizatorlarni bola sezsa, taktil idrok, eshitish idrok, vizual idrok, vestibulyar apparat, proprioseptiv tizim, bizani mushakchalarimiz, sustavlarimiz, hid, ta'mi va interotsepsiya, o'zini ichki organlarimiz. Bola mana shu 8 ta analizatorni sezish kerak. Ko'pchilik bolajonlar shuni sezishmaydi, chunki taktil idrok bolani hozir hech qaysi bola yiqilib tushmaydi даже, chunki qo'lida. Bizani davrimiz bizni butun hamma tanalarimizni sezardik. Proprioseptiv tizim, bu bizani mushakchalarimiz. Hech qaysi bola hozir daraxtga chiqmaydi. Endi yaxshi ota-onalar bor, которые детский площадкаlarga chiqishadi-da, молодцы. Velosipedlarda ham uchishadi-da, o'zlarini uchirishadi, davay harakat qilgin. Da, tagda bola o'zini his qiladi. Ta'mi hidi обязательно, vestibulyarniy apparat, tepaga chiqish, qanaqadir tam sakrash, bunga ham o'rgatishimiz kerak bolajonlarni. Qo'rq, yo'q, tepaga chiqmasdan hozir yiqilib tushasan. Da, нет, неправильно. То есть mana shu основное наше как бы направление, да, bu asosiy narsa, fundament. Shunga urg'u berishlik kerak. Keyin уже nutq chiqadi, da. Men praktikamda mashg'ulotlar davomida bolalar bilan ko'proq guruh bo'lib ishlaganimizda qiziqish ko'proq bo'lishini, ular ko'proq boshqa bolalardan eshitib javob berishini, intilishini kuzatganman. Individualniy занятияларда biz ko'proq bola yetisha olmayotgan temalarni подгонять qilamiz. Sizlarda qaysi usul ko'proq foyda beradi? Individualnimi yo gruppovoymi? Nuqsonli bolajonlar uchun обязательно birinchi o'rin bu individual mashg'ulotlar. Chunki gruppovoy, guruhli mashg'ulotlarda bola ozgina baribir asabni sog'lom bolajonlar bilan birga harakat kamroq qiladi-da. No, individual mashg'ulotlar, mana shu mavzuni, siz o'tgan mavzuni biz oddiy sog'lom bolajonlarga biz 1dan 5 gacha 5 marta 2-3 marta 5 marta aytamiz, tushunadi, to'g'rimi? Даже oddiy bo'g'irsoq ertak siz 5 ta 10 ta bolajonlarni o'tkazib bo'g'irsoq ertak aytib berasiz. Balkim siz kitob o'qiysiz, to'g'rimi? 5 yoshli bola уже siz emotsiya bilan o'qisangiz уже tushunadi. Endi bizani vazifamiz ertak aytib berganimizda nima? Analiz bola qilish kerak. Analiz qanaqa qiladi bola? Bo'g'irsoq ertakdan keyin to что begona odamlar bilan biz gaplashish mumkin emas, ko'chaga ruxsatsiz chiqish mumkin emas. Bu bola e'tiborsiz, nuqsonli bolada, tushunmagan bola, diqqat tarqoq bolada
buni siz shunaqa o'qib tushunadimi bir narsa? Yo'q, e'tibor bermang. Balkim tushunadi, no e'tibor bermagan bolaga siz 4-5 martadan ko'proq aytib berishingiz kerak shu bolaga. Va balkim o'qimasdan, balkim o'zingiz tulki bo'lasiz, o'zingiz bo'ri bo'lasiz. Biz shunaqa. Biz как бы целый сказка terapiya, ertak terapiya qilamiz. Kuklni teatr qilamiz mana shu bolaga. Lablarni qip-qizil so'rab, e'tibor bizga bo'lsin, bizani artikulyatsion apparatga. Bolaga emotsiya bilan berib shu bo'g'irsoq va primitiv so'zlar bilan. То есть bir bor ekan, bir yo'q ekan, qadim zamonda emas. Qara, bo'g'irsoq yo'q, ketdi. Qayerga ketdi? O'rmonga. Buvisi nima qilyapti? Yig'layapti. Dadasi nima qilyapti? Nimaga yig'layapti? Chunki sog'inchdi. И вот так primitiv so'zlar bilan, gaplar bilan biz shu bolaga individual mashg'ulotlarga berganimizdan keyin уже guruhli mashg'ulotlarga bu bola tayyor bo'ladi. Guruhli mashg'ulotlar ham kerak. Chunki bu sotsium, da? Motivatsiya, qanaqadir соперничество bo'ladi. No, bizani bolajonlarimizga individual mashg'ulotlar juda foydali, muhim. Nuqsonli bolajonlarning oilasida qanaqa sharoit bo'lish kerak? Ya'ni ota-onasi uyda qanaqa qo'llab-quvvatlash kerak bolani? Birinchi motivatsiya bo'lish kerak. Hamma endi ko'p o'yinchoqlar butun magazinlarni sotib olib, shunaqa endi har bitta ota-onasida o'zini как finans tarafida har xil sharoit bor. Shu uchun meni tavsiyam просто ota-onalar o'zlari shu yo'nalish bo'yicha qiziqib qilsin. O'z ustida ishlab. Конечно, то есть har xil kurslar, misol uchun mana men Piterga nedavno borgandim, Qozog'istonga ham, Rossiyaga borgandik malaka oshirishga. Men xursand bo'laman. U yerda mutaxassislardan tashqari, biz pedagoglardan tashqari, это 30% ota-onalar ham kelishadi. Treninglarga, forumlarga, ularga shu kerak. Ertaga birinchi agar ona o'zi, endi onalarni olamizda, ona o'zini ustida ishlasa, shu bolamda tashxis bor, shu tashxisni chuqurroq bilib, keyin nima qiladi? Bu ona o'zi bilimli, уже zo'r bilim, mana shu tashxis bo'yicha bilgan, bu logopeddan maxsus pedagog talab qiladi. Tushunyapsizmi? То есть, siz bugun nimani o'tdingiz? Mana misol uchun men birinchi o'rin shu sohaga o'zimni o'g'lim uchun kirganman. Birinchi, keyin menga shu soha yoqqandi. Kirgandan keyin maxsus bog'chaga meni bolam borgan edi, o'g'lim. Har kuni bog'chaga kelardim. Bugun nimani o'tdingiz? Qanaqa mavzu bo'lgan edi? Qanaqa, xo'p. Nimani bugun qanaqa lug'at boyligini rivojlangandingiz? Qanaqa she'r yodlagandingiz? Har kuni shunaqa savol bergandim. Tarbiyachi, logopedlar shu gruppa, men bolam borgan gruppada bilishardi, что shu onasini aldashga, как бы aldolmaymiz. Shu bolani birinchi partiyaga o'tkazishga, chunki u undan talab qiladi-da, bizdan talab qilishadi. Men har kuni bolamda so'ragandim. Bugun nimani o'tding? Nimani bilding? Qanaqa bilim berishdi senga? Endi gapirgandan keyin, конечно-da. Va birga ishlagandim. Birinchi o'rin balkim ko'pchilik tarbiyachi aytishadi, bu onasi o'zicha umni, bizga qiyin bo'ladi. Nabor maza qilasiz. Onasi bilimli bo'lsa, shu nuqsonli bolajonlar onasi va sizga yordam beradi shu onasi. Uyda ham поддержка qiladi. Конечно, da. Uyda men oddiy salfetka bilan mashqlarni qilardim. O'tardim-da, salfetkani mana siz shunaqa g'ijim qilsangiz, motorikani rivojlantirasiz, davay sharik qilamiz. Keyin otamiz. Keyin korzinkani yaqin joyiga qo'yib, salfetka bilan sharik qilib otardik va kim o'tga savatga ko'proq tushiradi. Da, tushiradi ko'proq. Va keyin shu savatni uzoqroq qo'yardim-da. Keyin misol uchun faqat o'ng qo'li bilan, keyin chap qo'li bilan davay otamiz. Chap qo'lini ham rivojlantirishimiz kerak. Keyin men уже fonetik idrokka urg'u bergandim. Agar men kolokolchik sen eshitsang kolokolchikni, sen o'ng qo'ling bilan otasan, shariklarni tam. Agar sen misol uchun men chap chasam, sen chap qo'ling bilan otasan. Вот так. Yoki ikkita ranglarni, как раз yashil rangni juda qiyin bo'lgandi. Yashil rangni eslolmasdim men o'g'lim. Men ikkita rangni kartochkani ko'rsatardim-da, yashil va misol uchun qizil. Yashil rangni ko'rsatsam, imajga men ham yashil rang va qizil rangni bo'yaganman shariklarni qilib. Yoki nakleykani qo'ysa bo'ladi. Va aytardim, agar men yashil rangni ko'rsatsam, sen o'ng qo'ling bilan mana shunda podskaska bo'lgan. Otasan savatga. Mana qarang, bitta mana shu mashg'ulotlar uyda ham qilsa bo'ladimi? To'g'rimi? Agar men qizil rangni ko'rsatsam, sen bu qo'ling bilan otasan. Keyinchalik men shu nakleykani olib qo'yardim. Birinchi shu nakleykani olib qo'yardim, уже bola
e'tibor bilan diqqat xotirasini rivojlanyaptida, уже ertaginga уже butun ikkita qo'lini ishlatardi va o'ng qo'lini, chap qo'lini bilib oldik. Ranglarni eslatdik-da, то есть yodlab oldik. Yo otishni, vestibulyarni apparat bitta joyda turish, yiqilib tushmasdan to'g'ri o'zini korpus ushab otishni o'rgatdik, to'g'rimi? Motorikani rivojlantirdik. E'tibor, vizual idrokni rivojlantirdik. Mana oddiy o'yin uy sharoitida qilsa bo'ladi. Ha, qilsa bo'ladi. Даже ko'chada, yana ko'chaga chiqqanimizda peshkom yurardim bog'chagacha 2 ostanovka. Hozir kuz faslda, misol kuz faslida biz barglarni yig'ardik. Men katta bargni yig'ardim, men o'g'lim kichkina. Bu kichkinasini olsam aytardim, bu kimga? Sangami yoki menga? Manga, mana manga sanga biz yodlagandik. Kichkina kattasini yodlagandik. Keyin men katta barglarni yig'sam, kichkinasini yig'sa, keyin biz otardik. Listopad, mana listopad so'zlarini shunaqa faqat biz tushundik. Bunaqa bolalar bilan ishlashda ota-onalarning qiladigan eng katta xatosi nimada? Xatosi birinchi kritikada motivatsiya yo'q. То есть ko'pchilik hozir ota-onalar uyda gadjetlarda telefonda o'tirib, telefon bolaga ham berishadi, o'zlari ham telefonda, bola bilan gaplashmaydi, suhbat yo'q, muloqot yo'q. Bog'chaga ham kerak emas borish, uyda o'tirsin. Ana buvisi qarab turadi. Yoki umuman sharoit qilib berishmaydi bola uchun, чтобы bola butun maza qilib rivojlanish uchun. Yana qaytaraman, shunaqa sharoit qilib bersa bo'ladi, agar xohish bo'lsa. Xohish yo'q bo'lsa, hech qanaqa natija bo'lmaydi. Bunaqa bolajonlar sizni fikringizcha qanaqa bog'chaga borish kerak? Maxsus bog'chagami yo oddiy hamma qatori boshqa bolalar qo'shilib oddiy bog'chaga borgan ma'qulmi? Rivojlanishi yaxshi bo'lishi uchun. Hozir bu ham sporный вопрос-da endi. Hozir inklyuziv ta'lim уже 2018-yilda bizda уже rivojlanyapti, но to'g'risi aytsam, faqat nomi bor. Hali oxirigacha rivojlanmagan. Chunki inklyuziv ta'lim bo'yicha shunaqa bolajonlar natijali, to'g'risi aytsam, og'irroq bolajonlar ularda sharoit shunaqa qilib bera olmaydi, hech qaysi bog'cha qilib bera olmaydi. Og'ir tam yodadigan, invalidli, DCP-da, no natijali ZPR misol uchunda уже ozgina tushunish bor, tamda harakati bor. No pampersda misol ovqat hali yemayapti. Xo'p, mayli, shu bola ommaviy bog'chaga, xususiymi yoki davlat bog'chaga bordi. Shu bolaga kakra sog'lom bilan yursa zo'r. No adaptiv programma bormi shu bola uchun? Yo'q. Shu bolalar uchun adaptiv programma bo'lish kerak, 11 va yonida tutor bo'lish kerak. Tutor endi xususiy sektorda balkim shunaqa qilib berishadi, balkimda, davlat bog'chada shunaqa yo'q. Tutor shtat yo'q. Shu uchun shu bola просто проводит попусту свое время. То есть vaqt ketkazyapti. Chunki ommaviy bog'chalarda xususiymi yoki yana davlat faqat logoped bor. Bir haftada necha marta keladi logoped? Bir haftada 2 marta maksimum. 2 marta obedgacha yoki obeddan keyin kech paytgacha. То есть где-то stavkasiga 15 soatda bu logoped bitta logoped butun bog'chaga. Da, men har doim aytaman, agar sizlar maxsus bog'chaga berishni xohlamasangiz, xo'p, xususiy bog'chaga bersangiz, bo'lmasam qaysidir logopedik markazlarga bolangizni olib boring. Значит, onasida vaqt bo'lsa, shuni qilib beradi. Yoki balkim shu logoped, shu bog'chaga boradigan logoped o'tdi. Opet-taки har kuni ishlasa, balki u bilan gaplashib, что shu bola bilan alohida individual mashg'ulotlarga va logopediyadan tashqari именно maxsus pedagogika butun psixik funksiyalarni rivojlantirish bo'yicha urg'u bersin. Ko'pchilik logopedlar shu oddiy ommaviy bog'chalarda xususiymi yoki davlat farqi yo'q. Shuni bilishmaydi. Ular faqat tovushlarni qo'shadi. Вот. Shu uchun agar xususiy sektorda yoki davlat bog'chalarida, ommaviy bog'chalarda shunaqa bolajonlar bo'lsa, yoki отдельно, дополнительно logopedik markazlarga borsin, yoki maxsus bog'chalarga borib, u yerda natija bo'lsa, balkim keyin oddiy bog'chaga o'tishadi. Ko'pchilik ota-onalar bolasini rivojlanishdan kech qolayotganligini sezsa ham bu narsani tan olish xohlashmaydi, ishonishmaydi, o'zligini ayblashadi. Shunaqa vaziyatlarda ota-ona qanaqa o'zida sabr, shu narsani qabul qilishga kuch topishi mumkin? Bu eng asosiy halam bu bizda ham muammo, chunki bizga именно
bola bilan ishlash bu mazza biza qilamiz. Вот именно ota-onalar bilan ishlash bu juda qiyin. Chunki qabul qila olmaydigan ona otasi bilan har doim shu pedagogdan, maxsus pedagogni talab qiladi. Bizda shunaqa bo'ladi, что bola keladi, ko'nikmalar rivojlamagan. Bola gapirmaydi, tushunmaydi, pampersda og'ir bola. Onasi aytibdi. Bir haftadan keyin bolam gapirib chiqadimi? Mani bolam qachon bir oydan keyin gapirib chiqadimi? Qachon siz menga natijani qilib bera olasiz? Mani bolam faqat gapirmaydi. Davay tezroq mana shu nutqni chiqaring bo'ldi. Biz keyin tekshirganimizdan keyin ko'rsatamiz. Mana qarang, bolangizda qanaqa kamchiliklar bor juda ko'p. Ayo bu normal. Tezroq bunga e'tibor bermay menga nutqni chiqaring. Bir oydan keyin. Men sразу aytaman. Siz xitoy tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizga bir oy yetadimi? Siz e'tiborli, diqqati zo'r sizda, tushunasiz. Sizga xitoy yoki oddiy даже rus tilini o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizga bir oy yetadimi? Yo'q. Bu bola o'zi bitta tilni ham bilmaydi, tushunishda muammosi bor. Qanaqa biz bir oy ichida unga nutq chiqaramiz? Keyin sразу ular jimjit bo'lishadi. То есть men asosiy narsa tavsiya beraman, birinchi o'rin maxsus pedagog psixologiyani ham bilish kerak. Ota-onalar bilan qanaqa gapirish kerak, qanaqa ularga tushuntirish kerak, qanaqa yordam berish, qabul qilishga biz ham yo'lni ko'rsatishimiz kerak. Psixolog обязательно. Hozir shu qabul qilish mavzusiga bitta kes esimga tushdi. Menda bitta bola bor edi, 4-5 yosh atrofida, NRS kuzatilardi unda. Obed paytidagi uyquda. Men ota-onasi bilan rosa ishladim, gapirdim, что bu narsa normal emas, bolani ko'rsatish kerak mutaxassisga deb rosa gapirdim, но ona qabul qilmadi bu narsani, meni gaplarimni seriozno qabul qilmasdan bolani tashlab qo'ydi. Oradan 1 yil o'tibdi, bola уже dudulanishni boshladi. Boshida A harfida dudulandi, keyin полностью gapini gapira olmasdan bitta so'zni 3-4 marta qaytarib, nima deydi, fikrini yetkazib bera olmay qoldi. Keyin onasi bu narsani gijadan deb o'yladilar. Shu narsa bilan ishlashga tushdilar. Hozir keyin bog'chadan olib ketdilar. Bolani taqdiri nima bo'ldi? Meni xabarim yo'q. Demoqchiman, qabul qilib ertaroq shug'ullanishni boshlaganda edi, bolada unaqa qattiq bo'lmas edi. Mana sizga eng oson primer. Любой odam ozmoqchi bo'lsa, men ozmoqchiman. 40 kiloga semirganman. Bu уже patologiyami? Siz misol uchun 5 kiloga semirdingiz-da. Sizda hali patologiya emas, sizda как ЗРР. Tushundingiz-da? То есть sizda pedagogik, то есть psixologik muammo bor, то есть siz просто depressiyaga tushdingiz, 5 kiloga semirdingiz. Sizga faqat psixolog prinsipi yetadi va fitness tam dietolog. Menga уже kim kerak? Endokrinolog. Men o'zim qabul, endi men onam qabul qilmasa, meni tashxisim, chunki men уже semiz, ожирение bor. Endokrinologga borib faqat dorilarni ichib, o'zi uydan butun xolodilnikni, butun hayotni almashtirmaguncha natija bo'ladimi? Yo'q. Bu shirin asalgina normalni, shu 100 kilo yurursin. O'zini aldavatdi-ku, to'g'rimi? O'zini aldavatdi-ku, правильно? O'ziga yaxshi qiladimi? Bolaga yaxshi qiladimi? Yo'q. Endokrinolog faqat sehrli dori bormi? Yo'q. Endokrinolog mana shu dorilarni berib, shu odam yoki menga 40 kilo plus berib men ozib ketamanmi? Yo'q, men ozmayman. Chunki endokrinologdan tashqari fitness trening, dietolog, правильно? Uyda rejim ham kerak, to'g'rimi? Kompleks. Uyda ham menga поддержка kerak agar men ozsam. Поддержка bo'lmasa, то есть men yonimda hamma gamburger yesa, men ozmayman. То есть это опять-таки kompleks, даже ozishda ham kompleks bo'lish kerak. Также bizda kompleks bo'lsa, qabul qilsa ota-ona, bolaga yordam bersa va sehrli dorilarni topmasdan lutchi bugun tezroq ishlab natijani ko'rishadi. Hozir logopedlarning stranchkasida ko'raman, bunaqa maxsus bolalarga shug'ullanish juda ham qiyin kechyapti, yig'lashadi, isterika qilishadi, сопротивляться qilishadi. Shunaqa payti bolaga qanaqa motivatsiya berib uni mashg'ulotga o'rgatsa bo'ladi? Juda ko'p metodlar bor. Birinchidan qaytaraman, o'zimizni pedagogik taraflarda o'zimizdan kompleks mutaxassislar bor, как бы, да, gruppa, komanda mutaxassislar. Bu defektolog, logoped, neyropsixolog. Endi misol uchun ko'pchilik menga o'xshab hamma tarafdan o'qimagan, diplomlarni olmagan va bunga vaqt kerak, tajribali va har xil yo'nalish, imni bizga kerakli yo'nalish bo'yicha-da.
tak agar bolada isterika bo'lsa-da, adaptatsiya yaxshi bo'lmasa, sotsium tarafda ham muammosi bo'lsa, bola agressivni bo'lsa, nutqdan muammosi tashqaridan, конечно же, bolaga EB terapiya kerak. То есть нейропсихолог, дефектолог, logoped, tarbiyachi обязательно, да, ну, tarbiya tarafdan, psixolog, sensorная integratsiya bo'yicha terapevt, adaptivная fizkultura instruktor bo'yicha mutaxassis va ABA terapevt eshitgan bo'lsangiz. Именно ABA terapevt istilmagan xulq atvor bilan ishlaydi va biz birga ishlaganimizda natija bo'ladi. Endi men bolani tekshirganimdan keyin bilaman, что bu bolaga ABA terapiya kerak, sensorная integratsiya kerak va defektolog mashg'ulotlar psixik funksiyalar bo'yicha rivojlanish bo'yicha kerak. Bu bolaga ABA terapiya kerak emas. Sensorная integratsiya faqat kerak. Bu bolaga AFK kerak ham, LFK ham kerak. Massaj ham kerak. Shunaqa qilib kompleks ishlaganimizdan keyin вот именно adaptiv programmani tuzib уже natija tezroq bo'ladi va zo'r natija bo'ladi, ishoning. Nima uchun bu bolalarni boshqa bolalar bilan solishtirib bo'lmaydi, ya'ni rivojlanish darajasi bo'yicha? Solishtirib как-то типа сравнивать nельзя. Да. Biz hech qaysi bolani solishtirishmaymiz-da, chunki har bitta bola individual. Kimdir sariq sochi, kimdirda ichki taqadi, kimdirda yashil ko'zlari bo'ladi, kimdirda qora, kimdir uzun, kimdir semiz, kimdir gapirmaydi, kimdir yaxshi yurmaydi. То есть har bitta bola individual. O'sha uchun biz hech kimni solishtirmaymiz. Просто agar bola ommaviy bog'chaga yoki ommaviy maktabga borsa, biz bilamiz. Yaxshi ko'rmagan bolani birinchi partaga o'tkazamiz-da. Autizm spektri muloqoti yaxshi emas, o'zini dunyosida, o'zini bilan hech kim bilan gaplashmoqchi bo'lsa, unga balkim chetroq joyga partaga o'tkazamiz-da, balkim-da, yoki juda sho'x bola bo'lsa, uni birinchi partaga ham o'tkazamiz, чтобы o'qituvchi e'tibor bo'ladi har doimda shu bolaga. Kerak bo'lsa, vaqtida uni chiqaramiz koridorda ozgina energiyani chiqarsin. Опять-таки, ommaviy bog'chada yoki xususiy yoki davlat ham shu har bitta bolaga e'tibor individual podxod bo'lishi kerak. Suhbatimiz oxirida mana shu bolasida kechikishlar bo'layotgan, uni tan ola olmayotgan ota-onalarga nima degan bo'lardingiz? Так, kech tipi nuqsonli bolajon qanaqada? Birinchida qabul qilish kerak bolani, o'zini, любой bolani qabul qilishimiz kerak. Обязательно vaqtida maxsus pedagoglarga, maxsus mutaxassislarga borish kerak. Как profilaktika ham. No, men tavsiya beraman, bitta nevropatologga borsangiz, qanaqa qo'rqinchli tashxis qo'ysa sizga, balkim bu noto'g'ri. То есть kerak bo'lsa 4-5 ta mutaxassislarga olib borib, keyin siz o'zingiz vывод qilasiz, analiz qilasiz. Albatta shu agar sizni bolangiz qanaqadir DCP yo'nalish yoki autizm spektri yoki ZPR bo'lsa, shu tashxis bo'yicha internetga kirib qanaqa o'rganing, o'qing. Chunki to'g'risi, даже eng kuchli mutaxassislar могут ошибаться. Да, chunki bola ham qo'rqadi. Вот menda shunaqa bo'lgandi, что bola qo'rqib umuman hech qanaqa savolga javob bermadi. Va bu bolaga aql zaif yozib olishdi. Bu bola aql zaif emas edi. То есть иногда да, kerak bo'lsa diagnostikaga ham vaqt kerak bo'ladi. То есть balkim 2 hafta, 3 hafta. Maxsus pedagoglar endi biz shunga yordam beramiz. Shu korreksiya payti biz уже bolani sezamiz, adaptirovat qilib bolani. Bog'cha palari bizga yordam berishadi, da, endi da, chunki bog'chada balkim bola ko'p narsani tarbiyachi juda yaxshi biladi bolani. Ota-onalardan даже yaxshiroq. Вот. Shu uchun hamma o'zini bolasiga e'tibor berib, qabul qilib va har doim harakat qilish kerak. Bola o'zi bilan rivojlanmaydi. Даже sog'lom bolaga ham biz ham vaqt ajratamiz. Sabina opa, rahmat kattakon, foydali ma'lumotlaringiz uchun. O'ylaymanki, tinglovchilarimizga ham juda foydali bo'ldi. Asosiysi bu muammoni qabul qilib, mehr bilan va to'g'ri yo'l topish. Keyingi podkastlarimizda qaysi muammolarni olib chiqishimizni xohlagan bo'lardingiz, kommentariyalarda yozib qoldiring. Albatta ko'rib chiqamiz.